Assalomu alaykum aziz muxlis. Shov-shuv Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Mana ikkovimiz yangi yillaring bilan ilohim barokatli, xayrli, xotirjamlikda bo'lsin. Bolalaringga boy bo'lgan, ilohim o'ylagan niyatlaringga yetkazgan. Sizni ham salomat qilib olsin, ilohim. Janing kelsin. Hech qachon kasal bo'lmagan, hamma. Ben seni korudum şekil, bir yıl oldu. Bir yıl oldu ko'rishimga. Mana bu safar shu Norin pay boshlandi. Endi taxamini hamma qilib men go'sht pishirib kelganman, ishqilib. Jigarim yo'qligini bildirmay, hammamiz ota hovlisidamiz. Xudoga shukr, mana xamirlar olib beribdilar. Alloh rozi bo'lsin hammalardan, jigarim duo qilib. Hozir yoyilayotganini ko'rsatamiz, keyin pishganini, keyin yoyilganini ishqilib kuzatib davom etinglar. Davom etinglar. Yaxshimi xamir? Şuradan geçme.